haqiqatdan yaxshi o'zlarini chuvstid qilib, mana shu olgan muolajalardan keyin yengil bo'lganlari uchun mana yana olib keldim. Bo'lsa bugun sanatoriyda qoladilar. Podiumga chiqadiganday tayyorgarlik ko'rib kelganlar. 10 kunga 10 xolus to'g'az. Ha endi показ. Ko'rsatadigan joy ham yo'qda. Katta qala bitta o'zimga. Xo'p, rahmat. Yaxshi keldilar. Masdan tuzimsiz. Sizlarga yaxshimi? Mazangiz yaxshimi? Yaxshimiz? Zo'rman. Ochilib ketibsiz. Endi вообще yaxshi. Issiq, onalar, issiq suv. Dam olyapsizmi? Qo'yma ish yo'qardan. Hammadan, hamma narsadan. Hamma narsa. Umuman yaxshi. Действительно yaxshi. Ayam, dadam. Qudalar sanatoriyada. Amkiz Danyani narigi burchagida. Dadamkiz Danyani bu burchagida. O'zida sanuzelari ham xonada. Tak, ayni damda Ramazon uchun 200 ming so'm kunlik qilishgan, mana ichiga nimalar kiradi. Ramazon ichi aksiyada. Murojaat uchun mana nimalar. Ayamga o'zi kompliment qildilar, nima dedilar? Chiroyli bo'lib ketibsiz. Onasini ko'rib qizini oldi. Onasini ko'rib qizini oldim degan borganimda sovchilikka shunaqa deganman. Dedilar. Nado? Siz bilan video tushyapman. Hamma kelinlar menga o'xshab qaynota bilan o'zini dadasiga erkin yura olsin, ha? Ilohim hamma kelinlarga nasib qilsin. Ilohim. Sizlarga yaxshi. Siz gapni o'shaga meni qizim deb qo'ydingiz. Rahmat dada.